Ham foydali, ham mazali kabachkili rulet tayyorlaymiz. Ishimizni kabachkini tyorkadan chiqarib, qizil sabzimizni maydaroq tyorkadan chiqarishdan boshlaymiz. Ikkalovini ham solib, tuxum, tuz, kukuruzni kraxmal solib, yaxshilab aralashtirib olasizlar. Quyi suyuqligi xuddi videoda ko'rsatilgandek bo'lishi kerak. Pergamentli listga qo'yib, 180 gradus 20 minut pishirib olamiz. Nachinkasi uchun pomidorni ingichka qilib kesib olishimiz kerak. Ukrop, tvorojniy sir, chesnok bilan voy shunaqa mazali bo'ladi. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rishingiz kerak. Pishib chiqqan ruletimizni sovishini kutib, keyin ustiga tvorojniy sirli massamiz, pomidorni xuddi shunaqa taxlab chiqib, yaxshilab presslab o'raymiz. Yarim soat morozelkada ushlab olishimiz shart, chunki keskanda udobniy o'shanda kesiladi. Ichlari yoyilib, chochilib ketmaydi. Ishonaveringlar qizlar, shunaqangi mazali rulet bo'ladi. Uydagilaringiz bittada sevib qolishadi. Обязательно tayyorlab beringlar. Har doimgidek mazasi gap bo'lish mumkin emas bo'lib chiqdi. To'g'risini aytsam, oxirgi payt videolarimga kam reaksiya qoldiradigan bo'ldinglar. Agar kam qoldirsanglar, Telegramda retseptlarim kamayib ketadi. O'shaning uchun ko'p reaksiya qoldiringlar.